Biz 9 fevralda ma'lumki ulug' shoirimiz Alisher Navoiy Hazratlarining tavallud kunlarini nishonlaymiz. Mana shu ulug' bir bayram arafasida biz siz bilan suhbatlashib o'tiribmiz. Albatta siz Navoiy Hazratlarini ijodi bilan, hayoti bilan juda yaxshi tanishsiz. Ana shu kishining yashab o'tgan davri haqida, uni zamondoshlari haqida o'zingizni yig'gan o'sha fikrlaringiz bilan tomoshabinlarni tanishtirsangiz. Siz so'zni Navoiy tavalludi kunida o'tkaziladigan konferensiyaga meni e'tiborimni tortdingiz. Biz 1957-yildan beri O'zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti qoshida faoliyat ko'rsatayotgan Navoiy qo'mitasi va institutimiz ilmiy jamoasi o'tkazadigan ilmiy konferensiyalarni bu yil 43-sini o'tkazamiz. 57-yildan beri o'tib kelyapti. Mana shu konferensiyalarda 700 ga yaqin ma'ruzalar tinglandi. Navoiyshunoslarimiz, adabiyotshunos olimlarimiz o'zlarining bir yangi gapini olib kelishadi. Mana shu konferensiyada ma'ruzalar, ilmiy axborotlar bilan chiqishadi. Bu bizni ilmiy an'anaviy konferensiyamiz. Men ham shu bu yil mana shu konferensiyaga bir ma'ruza tayyorladim. Uni bu kitob meni qo'limga tushib qolgandan keyin men juda hayajonlandim. Chunki u kitobning muallifi menga qadimdan tanish edi. Bu Fahriy Hiroti Alisher Navoiyning o'sha Majolisin Nafois tazkirasini farsiy tilga tarjima qilgan adabiyotshunos olim shoirlardan. Ravzatus Salotin degan tazkirasini men mana Navoiy ilmiy an'anaviy konferensiyasiga tayyorladim. Bu tazkira sultonlar haqida tazkira. Asar muqaddima va 7 bobdan iborat. Shu muqaddimani o'zida ham ko'rinib turibdiki, asar Alisher Navoiyning Majolisin Nafois tazkirasi ta'sirida yozilgan. 81 shoir haqida ma'lumot beradi va bu shoirlarning she'rlaridan keltirilgan namunalarni muallif beradi. Bu yerda Husayn Bayqaro haqida ma'lumotlar bor va amirlar degan bobda Alisher Navoiy va Said Hasan Ardashirga bag'ishlangan fikralar bor. Masalan, fikra so'zini ham hozir ilmiy taomilga kirib kelyapti. Biz ilgari aytardikki, matn parchasidirdik, boshqadirdik. Mana shu so'zni olimlarimiz hozir qo'llashyapti. Har bir narsani bir so'z bilan aytish. Keyin o'tmishda agar bizda ishlatilgan bo'lsa, biz uni tiklashimiz kerak deyman. Alisher Navoiy haqidagi fikrada uning davlat arbobi sifatidagi faoliyatidan so'z boshlaydi. Masalan, 15 ming kepak dinor deyiladi. Bu pul nimasi bo'lishi kerak o'sha davrdagi. Mana shunda har kuni xazinasiga daromad kelib turar ekan. Navoiy shuni juda kam qismini, nihoyat darajada kam qismini olib, asosan ta'mir ishlari va bunyodkorlik ishlariga sarf qilar ekan. Fahriy Hiroti so'zni mana shu ma'lumotlardan boshlaydi va Alisher Navoiyning asarlarini sanab o'tadi. Endi u asarlarning ro'yxati to'liq emas albatta. Keyin ba'zi bir asarlarni ichidagi boblar aytiladi, asar nomi keltirilmasa. Masalan, Lisoni Tayr o'rniga Qissai Shayx San'on deb keltiradi. Mana bularni agar biz nima qilmasak, nazarga olmasak, albatta Navoiy haqidagi Fahriy Hiroti bergan ma'lumot juda ham maroqli, juda ham qiziqarli. Bu Ravzatus Salotin tazkirasini shoyat biz ham nashrga tayyorlasak, bizda ham chiqsa, chunki bu ma'lumotlar bizning adabiyotshunosligimiz, adabiyotimiz tarixi uchun juda ham kerakli, juda ham bir oxirli degan haligi ma'lumotlar deb o'ylayman. Endi ikkinchi tazkira haqida ham agar biroz gapiradigan bo'lsak, ikkinchi tazkira bu mana bir necha yillardan burun band etgan. Mana shu Durdonada ham shoiralarimiz haqida so'z yuritgan edik. Bu tazkira shoiralarga bag'ishlangan tazkira. Fahriy Hiroti bu tazkirasida
31 nafar shoira haqida so'z yuritadi. Bularning ichida biz bilganlarimiz ham bor. Biz umuman bilmagan shoiralar bor. Biz bilgan shoirlarning biz bilmagan she'rlaridan namunalar keltirilgan. Shuning uchun o'ylaymanki, Fahriy Hirotiyning bu tazkirasi ham juda diqqatga sazovor tazkira. Sharq adabiyotida ayol tazkiralar haqida alohida, ayol shoiralar haqida alohida tazkiralar yaratilgan. Mana shu tazkiralar sirasini to'ldiradigan bir asar. 18 ming olam oshubi agar boshingdadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshindadir. Deysa bo'lg'ay kim yana ham 18 yil husni bor. 18 yoshinda buncha nakim boshingdadir. 18 yil demakki 100 yil umr sursa yeton. Husn shohi bu balolar kim? Ko'zu qoshingdadir. G'azal emas. Bu bir mehriga yozdir. Munavvar aylagan dilni ziyoddir. G'azal ham shunchalar shirin bo'lurmi? Vafo nuri bilan lim to'lurmi? Vafo nuri bilan to'lsin dilingiz. Oh, bunchalar shirin dilingiz. Navoiydan Xalq, menga bittur. Musaffo ishqini izhor etibdir. Bu ishq baxt yo'lida so'nmoqchi mash'al. Bu ishq bilan bo'lur har mushkulim hal. Navoiydek kishining yori bo'lmoq, she'r dahosining dildori bo'lmoq saodatdir buyuk. Siz baxtiyorsiz. Faqat gul bo'lmas ekan astixorsiz. Nechun? Bu oltin sevgining hijroni achchiq. Judolik chog'ining har oni achchiq. Biroq dil mulkining gulzoridir ishq. Goh oshiq qalbining ozoridir ishq. Iqbol, sevinch, sevgining yoridir ishq. Gaki g'am qayg'uning bozoridir ishq. Terror sevgi, ko'ngil mulkida bir shoh. O'zi ham o'ldirur, ham tirgizurgoh. Ko'ngilning guli targoh pora. O'zi ham dard berur, ham dardga chora. O'zbek xalqi bor bo'ladi, bor bo'lsin. Navoiy bor bo'ladi, Navoiy o'qiladi, sevib o'qiladi. Nima uchun? Navoiy o'zigacha bo'lgan adabiyotni ham Forsidagi, ham Turkiyadagi adabiyotni juda o'zlashtirgan, juda puxta bilgan. O'z zamonidagi adabiyotga, u haligi adabiy jarayonga boshchilik qilgan. Juda ko'p asarlar Navoiy tavsiyasi bilan yozilgan. O'z zamonasidan boshlab keyingi barcha asrlarda Navoiyning bizning she'riyatimizga bo'lgan, faqat o'zbek she'riyatiga emas, bo'lgan ta'siri juda kuchli bo'lgan. Va Navoiy shaxs sifatida judayam endi mustasno bir shaxs bo'lgan. Uning Abdurahmon Jomiy bilan do'stligi, Said Hasan Ardashir bilan, Pahlavon Muhammad bilan do'stliklari, uni yosh shoirlarga qilgan haligi g'amxo'rliklari, bu endi hech qachon unutilmaydi. Bu tobora yana ham qadr topib boradigan narsalar. Ana biz shu kunlarda masalan qadriyatlarimiz deyapmiz, ma'naviyat deyapmiz, ma'rifat deyapmiz. Mana shuni sarchashmalari bizda benihoya ko'p. Bizi adabiyotimiz, umuman qadriyatlarimiz benihoya boy. Mana endi shundan biz haligi xalqqa yetkazish, ularni nashr qilinmaganlarni nashr qilish. Yana o'sha sizni savolingizga men qaytaman, Alisher Navoiy asarlari. Hozirgi kunda biz Alisher Navoiyning 20 jildlik mukammal asarlari ustida ishlayapmiz. To qiyomatgacha va qiyomatda ham ular Alisher Navoiy hazratlarining yaxshi ishlari va yoqimli fe'llarining fikri zamon sahifalarida, kecha va kunduz varaqlarida mangu qolur. Ha, yurtimiz bo'ylab yashayotgan erk va ozodlik shabadasi xazinlarimiz eshiklarini birin-sirin ochib, necha asrlar ilgari yashab, ijod etib, bebaho asarlar yaratib ketgan buyuk ajdodlarimizning aql zakovati, talantlari mevasidan barchamiz bahramand bo'lyapmiz. Ko'rsatuvimiz nihoyasida
Alisher Navoiy zamondoshlaridan biri, beqiyos talant sohibi Musavvir Kamoliddin Behzodning bir surati taqdiriga e'tibor bering. Diqqat bilan tinglang. Kamoliddin Behzod bir kuni Alisher majlisiga bir suratni keltiradi. Davradagilar suratni bir ko'zdan kechiradilar. Suratda gulzor, xilma-xil daraxtlar, ularning shoxlarida sayrab turgan rang-yorang go'zal qushlar, chor atrofda sharillab oqib turgan ariqlar, ochilib turgan gullar, dildor bir manzara tasvirlangan edi. Navoiy esa bog' o'rtasida hassaga suyanib, go'zallikka maftun bo'lib turardi. Davradagilar Kamoliddin Behzod san'atiga tahsinlar aytishdi. Alisher Navoiy esa Kamoliddin Behzodga egar jabduqli ot sovg'a qiladi. Azizlar, qarangki, necha asrlar ilgari Kamoliddin Behzod tasvirlagan holat bizning zamonimizda yaxshi insonlarning sa'y-harakatlarini nashashda to'laligicha barpo etildi. Ona yurtimizning yuragi bo'lmish go'zal Toshkentimizdagi milliy bog'ga kirishingizda befarq bo'lmang. Atrofingizga diqqat e'tibor bilan boqing. Ko'ryapsizmi? Kamoliddin Behzod tasvirlagan turfa gullar, zilol suvli ariqlar, anvoyi daraxtlar. Go'zal bog'ning to'rida buyuk Mir Alisher Navoiy hazratlarining siymolari. Mana shunday lahzalarda ajdodlarimizning niyatlari naqadar ulug' va pok bo'lganligidan qalblarimiz g'urur va faxrga to'ladi. Keling, niyat qilaylik. Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod singari orzu-umidlarimiz ro'yobga chiqib boraversin. Mavlono Xondamir janoblaridek qalamimiz yaxshilik va yaxshi insonlar haqida yozishdan to'xtamasin. Buyuk bobomiz Mir Alisher Navoiy hazratlaridek dilimiz pok, so'zimiz pok, o'zimiz ham pok bo'lishlikni Alloh har birimizga nasib etsin.